Mavzumiz davom etadi. Natural sondan devam etyapmiz. Natural son sanoqda ishlatiladigan sonlar deyiladi mana. Natural belgisini sanashda ishlatiladigan sonlarga natural sonlar deyiladi. Demak, birinchisi 1, keyin 2, 3, 4, 5, 6 va hokazo cheksizgacha ketadi. Demak, eng kichkinasi 1, eng kattasi cheksiz ketgan. Cheksiz ko'p deyiladi. Nechtaligi noma'lum. Keyingisi butun son. Butun sonni belgisi z deyiladi. Butun son degani mana bitta son o'qi bo'ladigan bo'lsa, son o'qi o'rtada 0 turadi. Bu tomonda natural sonlar 1, 2, 3, 4 bu yoq chekizgacha ketgan. Bu yoqda 1 da qarama-qarshisi -1, 2 ni qarama-qarshisi -2, 3 ni qarama-qarshisi -3, 4 da qarama-qarshisi -4, bu yog'i -8. Demak, butun sonlar deb barcha natural sonlar, keyin natural sonlarga qarama-qarshi sonlar va 0 raqamini aytsak bo'ladi. Demak, butun son deb nimaga aytiladi? Barcha natural sonlarga qarama-qarshi sonlar va 0 raqamining yig'indisiga butun sonlar to'plami deyiladi. Keyin ratsional sonlar. Ratsional son belgisi qoidasi kasr ko'rinishida yozsa bo'ladigan sonlarga ratsional sonlar deyiladi. Kasr ko'rinishida degani masalan 3/4 yoki 5/3 yoki 2/3 yoki -2/3. Masalan 2 ni mana naturalni ham masalan 4/2 deb yozsak bo'ladi. Yoki -1 ni masalan -3/3 deb yozsak bo'ladi. Mana shunaqa sonlarga ratsional sonlar deyiladi. Demak, xulosa, natural sonlarning hammasi butun sonning ichida bor, butun sonning hammasi ratsional sonning ichida bor. Demak, uchalasi haqida gapiradigan bo'lsak, hozir ichida qaysi birining quvvati katta desa, xo'p, naturaldan butunning quvvati katta, butundan ratsionalning quvvati katta. Ya'ni kattaroq to'plam bu. Mana natural sonlar to'plami, bu butun sonlar to'plami, bu ratsional sonlar to'plami bo'lsa, hozir mana uchalasidan eng kattasi mana ratsional sonlar to'plami eng katta quvvati kattasi o'sha. Keyingisi irratsional son. Belgisi i bo'ladi. Xo'p, buni qoidasi cheksiz nodavriy ketgan sonlarga irratsional sonlar deyiladi. Cheksiz nodavriy ketgan sonlar degani masalan mana 3,4, 7, 6 yana nuqta mana. Nuqta degani cheksiz ketyapti degani, 4, 7, 6 degani har xil degani. Har xil ketyapti, cheksiz ketyapti. O'sha irratsional son yoki ilzasli 3, ilzdan chiqmaydi. Ilzasli 5 yoki pi degan sonimiz bor mana 3,14, 15 nuqta. Yoki y degan sonimiz 2,71 nuqta. O'shalar irratsional son. Keyin haqiqiy sonimiz bor. Haqiqiy son degani, xo'p, natural, butun ratsional, irratsionallarning yig'indisiga haqiqiy sonlar to'plami deyiladi. Haqiqiyning belgisi r bo'ladi. Xo'p, masalan, mana yerda 2 bor, o'sha haqiqiy. Mana bu -3 butundagi, u ham haqiqiy. 3/4 haqiqiy. Mana yerda 3,4, 7, 6 nuqta. U ham haqiqiy. Ilzosi 3 haqiqiy, 0 haqiqiy, y haqiqiy, pi haqiqiy. Ya'ni doskada yozilgan hamma sonlar hozir haqiqiy son deyiladi. Keyin mavhum son bor. Mavhum sonda. Xo'p, masalan, ildiz ichida -3 bo'lib qolsa bu mavhum. Ildiz ichida -5 bo'lib qolsa mavhum. 4-ildizda -7 bo'lib qolsa yoki 8-ildizda -1 bo'lib qolsa, ya'ni juft daraja, mana yerda 2 bor yozilmaydi, mana yerda 2 bor yozilmaydi. O'sha mana 4, mana 8. Juft darajali ildiz ichi manfiy bo'lib qolsa, mana shular mavhum son deyiladi. Keyin kompleks son bor. Kompleks sonda mana z teng a qo'shilgan b ko'paygan i bo'ladigan bo'lsa, mana a bilan haqiqiy son, mana i sonning mavhum qismi. Demak, mana a qanaqa qism? Haqiqiy. Xo'p, mana b ham haqiqiy. Va i mavhum. Masalan, z teng 6 qo'shilgan 3 ko'paygan i bo'lsa, mana 6 qanaqa qism? Haqiqiy qism. 3 haqiqiy. Mana i mavhum. Keyin i ning kvadrati -1 ga teng kompleks sonda. Kompleks sonda i ning kvadrati -1 ga teng.